Qaysini olib yesam ekan, ey. Marojnilar qaranglar, marojnilar. Bugun xudo xolasa, assalomu alaykum. Halimaxon marketine geldik. Durishbadamiz, hurmatli obunachilar. Nasib bo'lsa, sizlarga xudo xolasa supermarketini obzorni qilib ko'rsatamiz. Undan tashqari Halimaxon nonlari bor, yangiliklarimiz bor. Keyin nol bo'yicha zakaz qilishingiz mumkin. Baliqxona olaman, choyxona olaman, to'yxona olaman, farqi yo'q. Bugun zo'r xudo xolasa do'konning obzorni ko'rib o'tasizlar. Ibidagi issida sovuq marojnilar deymi? Ya. Iman taraflarimiz assortiment suvlar. İbyan ham kerak endi. Yana. Bundan tashqari yangilikimiz keling. Halimaxon marketimizga kelsangizlar, yangilikimizni zo'ri xudo xolasa ibrayna payanet geldi hurmatli obunachilar. Ya'ni telefonlaringizga, telefonlar gazingizga, svetingizga, gaz kommunal ish qilib hamma joyda to'lov qilishingiz mumkin. Halimaxon marketine kelsangizlar, oldinda turibdinglar. Durishba xalq uchun yangilik. Adresimiz bu tarafimiz Pitnak. Pitnakdan to'g'ri kelarishda bu ekometana qarab yetmasdan o'zi 10 kolda Halimaxon marketimiz. Bu tarafimiz Shallovdan kelarishda ekometana qarab qaytarishda ekometanni o'tganlaringizdan Halimaxon marketi. Şurada Durishbada xudo xolasa joylashgan. Kelaverasizlar, kelingansa. Bir yandan tushuntiramiz. Hamma ishni. Assalomu alaykum. Non olib chiqdilar, non. Evda yana kola, suv, hamma o'z bor, hurmatli obunachilar, qarang. Suv bo'yicha assortimentim katta. Endi bu tarafimizda girdingizlar chap kola banan bo'yna. Mana banan. Sveji. Issi deydi-ku. Bu yerda ham arzon, bozor narxida qo'yibdilar xudo xolasa. Obunachilar. Ko'rib turibsizlar, hamma narsa bor, мясо yana mahsulotlarina. Kolbasa. Ko'ring. Hamma narsa bor. Bu tarafimizda sut mahsulotlari bo'yna, ko'ring. Sut mahsulotlari. Hamma ish taqlangan. Mana. Ibda pishiriq bor. Pishiriqlarimiz taqlan tutdi, to'g'rimi? Uni zakaz bo'yichali. Zakaz qilsangizlar ham bo'ladi, dastlab kelsam bo'ladi, xudo xolasa. Pishiriq bo'yichali. Nomerlarini shu ekranda yozib qoldiramiz. 95 dan 185 62 raqamlarni telefon urasizlar, dastlab kelsam hamma o'z bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana. Hozir qarshi keladi, qarshi ketadi. Bu rulet o'xshaydi ba? Dimazal tortdi, ha. Rulet deyiladi. Bu yerda chaqchuq mestalar bor, keling. Buni Bular yangilik, toza yotdi. Bitim batarya bor ekan bunda. Keling. Yomon tarafimizga qarang. Pistashka, pech, bu nima desek, chaqqa-chuqqa mahsulotlaridan. Mana. Hammasi bor. Bunda konkurslarimiz bor. Bu yerda kilo shimishkalarimiz bor. Yani tarazda o'lchab, как положено, yani rossiyskiy. Narx-navlarni yozib qoldiradilar. Bu yerda keyin makaron, guruch, yana guruchga qarang. Elangani zo'ri. Qarang. Elangani zo'ri. Elangan mag'ishi birinchi narximi? 13 ming so'm ekan narx. Bozor narxida obunachilar, zo'ri. Elangani. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling. Ivan tarafda pechinalar bor, ishqil ballanasa kasha bor, boshqasi bor, pampres deysizlar mena. Hammasidan bor. Yana tushirib bering, ben ag'amiz ham kelibdi. Ag'a, yaxshimisiz? Do'kon bo'yicha ma'lumot bering, axir bir. Zo'rmi? Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Zo'r deydilar. Ivan tarafdan ham ko'radi yana. Bu da yog'lar bo'yna. Yog'laring ham lazzat dedi, yantar dedi. Yine alena degan miltur bor ekan, mojbor ish qilib berdi. Yomon tarafda yana salatni, bankalar bor butin. Ko'ring. Banka mahsulotlari. Banka deganda shirinlik, bu yerda yana ishtachadan oji burchlar, bu yerda yangi tomatlar, bundan tashqari zamariqlar, chesnoklar. Hamma bor ekan shunda. Badrillar bo'yna, salonni badrillar. Yine mana ham ko'rasizlar. Gördüysizlar. Nima tarafimizda? Bu magadisizlarmi? Ish qilib ishda yani nima desak bo'ladi? Yaxshi gullangisi, bir bazmlangisi, hamma o'zini to'ldirib eksangiz bo'ladi ishni. Xudo xolasa. Hamma narsa bor. Bu yerda yana konservalar bor yana. Baliq ketisizlarmi? Molki, hammasidan bor ekan. Baliq, yo'q, bu yerda chekka o'zim bor ekan. Mana. Hamma o'zi bor ekan. Gap yo'q. Do'konimiz haqiqatan ham fayzi bir chiroyli falan gap bo'lishi mumkin emas. Yana bu qarang. Yaysalar, tuxum. Karanon. Karanonni ko'p odam sevadi ekan.
qora nonni ko'p odam sevadi. Yana qora non bor. Keyin batonlarimiz bor. Yana baton. Bundan tashqari yana shimishkali nonlarimiz bor, qora. Ko'rdingizlar? Keyin Toshkentskiy nonimiz bor. Yana Toshkentskiy nonimiz. Assortiment non bo'yicha katta obunachilar. Buxankamiz yana, ko'rdingizlar? Yana buxankamiz. Issi keladi. Sho'r o'zida yapiladi yana. Sho'ra keladi. Narxi 2,5 ming so'm. Narxi 2,5 ming so'm. Narxi shu durishda. Bundan tashqari qarang. Yana pishiriqlarimiz bo'yna. Pechenyelarimiz. Bundan tashqari yana non. To'y noni. To'y noni uchun yana ko'rasizlar. 2,5 ming so'mdan. Keyin jizzali nonimiz bo'yna, jizzali nonimiz. Issi yapdi-ku bu. Oz chiqdimi oya bu? Issi yapdi, issi. Shuncha parlan turibdi bu. Keyin bu yerda patirimiz bo'yna, patir sevuvchilar uchun. Bir qaranglar. Nonni hammasidan yap turibdilar. Hurmatli obunachilar, ham bir joylarni aytaylik, afzalliklarini ham turşa qilinadi. Naturalniy. Ya'ni dro'jag'a aytilmaydi. Ham turşa qilinadi. Yana patirimiz, qarang, go'shtli patir, go'shtsiz patir. Nonimiz to'y noni. Undan tashqari sutli nonimiz bor, go'shtli nonimiz bor. Bu yerda kadali nonimiz bor, tomatli nonimiz bor. Bu yerda ukropli masalan. Ya'ni zeleniy deymi? Va salati. Bu yerda misli gapda. Mana qarang. Piyoz ekan ko'p bu. Piyozlarmi ham bor ekan? Tomat, piyoz qolgan ekan-da shu. Mazali. Shunda hamma narsa bor bu yerda. Hurmatli obunachilar, non assortimenti dim ko'p, kelaverasizlar. Endi bu yon tarafimizga yuramiz, boramiz. Yana suv oddellarimiz ko'rasizlar. Ishqilib mahsulotlarimizga keladi bo'lsak, mahsulotlarimiz haqiqatdan ham dim ko'p. Xudo xolasa mana shu Halimaxon marketimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keyin qarang, choy deysizlarmi? Hamma narsa bor. Xudo xolasa, bu yerda frukt o'ylar bor. Pomidor, klubnika, gilos. Do'cham erkim kelibmi? Qachondan keldi? Akşamdan kelganda. Ishqilib kelgan. Erkam kelibdi. Keyin limon, grusha. Bu nima deydi uni? Kivi. Yoddan chiqib ketadi. Yana bu keyin nelar ham gapdi. Ishqilib ko'chadirib, issidirib yoddan chiqib ketgan narsa. Kelaverasizlar, xudo xolasa, olib qolasizlar. Halimaxon supermarketimizning obzorini qilib kirazdik. Sen bana taklif qilamiz. Adresimiz Durishbada, Chamoy Gesti, yozuv bor. Xumokush. Ekometrdan qarab qaytarishda 10 qo'l dolada meni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.